Barchaga assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Salqinlarda sovqat qo'yapsizlarmi? Havola ham mana sekin bu yoq sovib qoldi. Xo'p, bizga bitta ekskavator olib bering, ustaxonadan boshim umuman chiqmasin degan mijozlarimiz uchun mana bitta Dosan DX 300 talik tayyorlab qo'ydik. Xudo xolasa bu texnikani olsangiz, faqat ustaxonada kuningiz o'tadi, hech qachon dalaga buni ishlatganini olib chiqmaysiz. 2009-yil ko'p ishlamagan, 28 ming soat ishlagan ekan. Xudo xolasa mana shu texnika sotuvga tayyor. Mana ko'rib turibsizlar, kraskasi o'ziniki original, hech qachon hali boshqa kraska urilmagan. E'tibor bersanglar, mana sepida ham mana uni kimdir mana uzib tortib buni chiqarib olibdi. Xudo xolasa buni ustaxonada to'g'irlab beradi, olib borsanglar. Ko'rinishi yaxshi, yomon emas. Xudo xolasa faqat mayitlariga kimdir kelib solganmi yoki tog'dan og'nab ketgan bilmaymiz. Mana shu yerda ishlab turgan texnika ekan bu. O'ylaymanki buni olib borgan klientlar xudo xolasa yana bir 28 ming, 30 ming soat ishlatsa bo'laveradi. Bu hozirda texnika Janubiy Koreyada turibdi, yaxshi holatlari. Hozir mana kelib ishlatib ko'rdi. Faqatgina bitta pozitiv tarafi buni konditsioneri juda ham yaxshi ishlar ekan. Endi bundan buyoq o'zi havola sovib salqin tushmagan uchun konditsionerni keyingi yil yozda ishlatishingizga to'g'ri keladi. Xo'p, do'stlar, mana qoppog'ini ham kimdir uzib olgan bu texnikani. Qoppog'i yo'q, bunga shu bitta qoppoq topib kirgizib qo'yish kerak bo'ladi. Ichlari ham mana shag'alga, toshga to'lib yotibdi. Kimga shunaqa texnikalar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Xudo xolasa topib beramiz. Shunaqa texnikalar ham ehtiyot bo'lasizlar, bo'lmasa shulardan olib ketishinglarga to'g'ri keladi. Amayatni ham mana kimdir urgan, bilmadim, yiqilib ham tushadi. Xullas, 28 ming soat ishlagan ushbu texnikamiz Dosan DX 300 talik, bitta o'zini kovushi bilan 360 adapteri yo'q. Bunga JK, PK deb bitta qisqichi bor ekan, faqatgina. Shunaqa holatda komplektdagi xohlasanglar bir narsa qo'shib beramiz yoniga. Yana buzuq narsalardan uni ham borib birlik ikkalasini bitta qilib tuzatasizlar. Janubiy Koreyadan Arti Holdings kompaniyasi shunaqa ekskavatorlar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.